To'g'risini aytaman, GPR olishimdan oldin Amerika topshirgan paytlarimizda Malayziya umuman o'ylamagandik. Malayziya B planda ham emas. Chunki Malayziya haqida research qilib, informatsiya yig'ib yurmaganmiz. Unaqa qiziq ham bo'lmagan. Consulting orqali kelishga qaror qilganman. Nimaga desangiz, раскрываем karta deydi. Uydagilar ko'rib qolsa bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Zuhriddin bilan, Xormen, assalomu alaykum Zuhriddin. Shunaqa zo'r vidda Malayziyada Xiamen kampusida videomiz sizlar uchun. Zuhriddin, o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Zuhriddin, Toshkent shahridan kelganman Xiamen universitetiga. 2006-yilman, yoshim 19 da. Nega foundation o'qiyapsan deyishingiz mumkin. GPR'im bor. GPR'im bor, ha. Undan oldin Amerika topshirganman. Amerikada 100% grant yutolmaganim uchun foundationni Xiamen'da o'qishga qaror qildim Malayziyada. Rasodlar kam bo'lgani uchun, davlat zo'r bo'lgani uchun va universitet ham top 350 talikda bo'lgani uchun mana shu foundation o'qishga qaror qilgandim. Hozirda endi digrida qolishni ham o'ylab turibmiz. Endi u 50 yil endi. Aha, 50 yilda. 50 yil albatta. Undan oldin GPR'imni SMM manager sifatida ishlaganman va SMM manager yurgan paytlarimda consulting murojaat qilib, consulting orqali kelishga qaror qilganman. Nimaga desangiz, GPR olgan sababi o'zim topshirganman. O'zim topshirganim uchun ham sal o'xshamay qolgan. Qiyinroq bo'lgan. Sal qiyinroq bo'lgan. Amerika topshirish ko'pchilikda. Shunday. O'sha 100% grant yutolmaganim uchun GPR olib, unda olib qarasam Malayziya arzonroq. O'qishga ham zo'r joy. Tam culture exchange bo'ladi, foundationda tam Malayziyada o'qiyman deb qaror qilib kelganman. Tarix sal qisqacha aytganda shunaqa. O'zi qayerdan bilgansiz? Qayerdan topgansiz Xiamen haqida? Masalan, aytasiz Malayziya varianti chiqib qolganmi? Kimdir propaganda qilganmi? O'zi Amerikadan tashqari ili o'zingiz qidirib topib, Malayziya ham yaxshi deb qidirib ko'ray degansiz. Malayziya juda ham qiziq bo'lgan. Menda konsalting murojaat qilganimda Italiyaga ketayotgan paytimda Malayziyaga qaytib ketganman. Nimaga desangiz, Italiyada foundationni bilsangiz anaqa bermaydi grant. Grant yo'q. Foundationda xohlamasangiz ham 100% to'lab o'qishga majbursiz. Bu yerda 100% grant chiqib qolganda, keyin men uydagilar bilan gaplashganimizda, "Yo'q, Italiyaga bor. Italiyada 100% to'lab beramiz." Anaqa undan xavotirman. Bu yerda 100% grant turganiga o'ylaganman-da, keyin bir Malayziyadan telefon bo'lgan menga. Malayziyadan telefon bo'lgan. Meni qarindoshim shu yerda turadilar. Xiamen degan universitet bor demak. Qarindoshim Xiamen degan universitet bor. Zo'r, men kirib ko'rdim ichiga. Katta, juda ham chiroyli ekan deb aytdilar menga. Aynan men undan oldin universitetning oti Xiamen universitetligini bilmagandim. Keyin Xiamenni qidirib ko'rsam, xuddi shu universitetga men kelgan. Qiziqqani qilib bilan propaganda qilgan. Match o'qigan. Voy, dedim, men boraman dedim. Italiya sal keyinroqdir. Keyin Malayziyaga qaytib kelganman. Malayziyaga kelganman. Shunday bo'lgan. Tushunarli. O'zimdan qarasam qiziqqan ekansiz-da. Italiya, o'sha Malayziyani ham Instagramdan chiqqanda sizga reklamasi. Malayziya Instagramdan chiqqan-u, lekin men o'zi to'g'risini aytaman, GPR olishimdan oldin Amerika topshirgan paytlarimizda Malayziya umuman o'ylamagandik. Malayziya B planda ham emas. Chunki Malayziya haqida research qilib, informatsiya yig'ib yurmaganmiz. Unaqa qiziq ham bo'lmagan. Lekin GPR olib endi sal planka tushgandan keyin Malayziyaga bosib o'rganmiz. Da, tushunarli. O'zi mana qarang. Mana hozir keldingiz, o'qiyapsiz. Уже necha oy bo'ldi kelganingizga? 7 oy bo'ldi. Kelganimda yarim yildan oshdi. Yarim yildan oshdi. Mana top turistlar kiradi. Oddiy grup aktivlar qilgan turistlar kiradi. Shu urovin ko'rinyaptimi? Shu urovin sezyapsizmi? Qisqacha qilib aytganda, bu kampus kattaligi, chiroyi bo'yicha menimcha birinchi o'rin tursa kerak Malayziyada. Chiroyi bo'yicha aynan. Lekin materiallari, darsligi bo'yicha 400 his qilinadi. Wow emas, lekin o'rganadigan, yangilik, har kuni yangilik bo'ladigan materiallar, darslar qiziq. Haqiqatan qiziq. Lekin degan joyi bor, agarda siz nima deydi, English atmosfera qidirayotgan bo'lsangiz, Malayziya siz uchun emas ekan. Malayziya fikriga keldim men. Именно odamlar aytasiz. Odamlar aytaman. Bu yerda endi Chinese universitet bo'lgani uchun, Chinese atmosfera, Chinese insonlar, endi albatta bu yomon degani emas. Ingliz atmosfera, u Xitoy tilini o'rganishingiz mumkin bu bir. Xitoy culture juda ham zo'r. Culture action Xitoyliklar bilan Xitoyliklarni qadriyatlari juda ham menga yoqdi. Misol uchun Xitoyliklar gaplashib, ular qadriyatlarini, bayramlarini,
bilganimdek maza qildim. Disiplinada bo'y berishadimi? Ha, disiplinani yopib qo'yishadilar. Disiplinani yopib qo'yishadi. 12 soatlab o'qiymiz deyishardi. Xitoyda bu o'qiyamizda, maktabda aytib berishadi. 12 soatlab, 10 soatlab o'qishga majbursiz degani, men hayron qolganim. Bizda maksimum 2 soat kuniga o'qiymiz. Chill yurgan ekanmiz. Chill yurgan ekanmiz-da o'zi. Mana masalan biz o'zi boshqa universitetlarga borganimizda, real bu yerda ko'pincha SNGdan, Qozog'istondan, Tojikistondan, o'zbeklar ko'p ekan. O'shaning uchun ham vibe. U yerda masalan boshqa universitetga borganda o'zbeklar kamroq-ku. Shunday. Bitta bu yerda ko'p. O'zi real kampus bo'yicha masalan, menimcha biz bir nechta kampusda bo'ldik, Samandar bilan birga. Eng chiroylisi, все-таки eng chiroylisi, to'g'rimi? Real eng chiroylisi bunaqa vibe-dagi почти yotsa ham bo'ladi, тем более свежий. Shunday. Juda свежий Juda ham ko'p kampus. daraxt, juda Atmosferasi chiroyli bezatilgan, har taraflama va ko'p klassrumlarga ham kirdik. Sharoitlari zo'r. Nega hammasi свежий. Obyektivni shunday. Obyektivni shunday. Endi men kelinglar deb meni chaqirib olmoqchi emas. Obyektivni faktlarni aytib ketmoqchiman. Odamlarga ma'qul kelsa keladi. Faktlarni aytib ketmoqchiman. Obyektivni kelinglar, men bunaqa deb aldash niyati yo'q to'g'risi. Obyektivni mana shunaqa sportga bo'lgan urg'uni haqida ozgina gapirib ketmoqchiman. Конечно. Sportga bo'lgan urg'usi. Men bitta misol uchun mana bassenda, to'g'rimizda basseyn turibdi. Endi kameraga ko'rinmayapti, orqada chiroyli basseyn. Olimpiy basseyn misol uchun zallari, ular har bir sport fasilitasiga e'tibor berishar ekan, meni xursand qildi. Remont qilib turishar ekan, parvarishlab turishar ekan, suvga xlorlar biladi-ku, o'sha hammasini qilib turishar ekan. Tashab qo'yishmas ekan, toza tutishar ekan. Mana shu joylar menga yoqdi. Deyarli hamma sport bor. Men misol uchun sportdan maza qildim. Sportdan maza qildim. O'tgan kuni futbol o'ynaydi birga, maza qildik. Yomg'ir tegdi va shunaqa zo'r atmosfera bo'ldi. Rasm bo'lsam chiqarib qo'ysin. Chiqarib qo'yamiz. Real men ham e'tibor berdim, даже kichkina daraxtlarni ham, даже holiday bo'lsa ham, kunduz kuni ham bitta yomg'ir yog'ganda kelib sipirib, hamma tozalab, to'g'rilab, anaqalarini chiroyli qilib kesib qo'yib, karchirda anaqa qilishadi. Har yomg'irda emas, har ikkita yomg'irda karchirda anaqa qilishadi. Mramor deydi, yerni tozalab turishadi anaqa. Men uncha juda ham katta, hamma tozalab turishadi. Men shungacha detallarga ahamiyat bergani, nima deysiz, kerakli odamdek his qilishingizga turtki bo'ladi desam to'g'ri bo'lmaydi ancha. O'zi kerakli odam his qiladi, nima deysiz, siz uchunmi hammasi degan his bo'ladi. Endi albatta unaqa emas, lekin shunday. Shunaqa his o'tadi. O'zi bundan tashqari mana bu sport klub bilan bormi? Sport klublar juda ham ko'p. Sport turnirlar bo'ladi, o'qish paytida. Men to'g'risi aytaman, klubga qatnashmaganman, negaki o'zimni rejam bo'lardi, klub ochish sal o'xshamay qoldi. O'zingiz qaysi yo'nalish bo'yicha? Men klub emas, men o'zim klub ochmoqchi edim, podkast klub. Chunki men Toshkentda shu sferada siz bilan o'zi kerakli odamlar kuchlashib o'tadi. O'zi podkast klubda. Men albatta backgroundda bo'lganman ko'proq, backgroundda o'tirganman. Gaplar shu nima deydi, muloqotchi sifatida emas. Lekin men juda ham podkast deganda wow, men am about it deydi. Steven Barlot bo'laman. Joe Rogan bo'laman deb endi sal o'xshamay qoldi. Nimagaki, boshqa klub bor ekan, xuddi shunaqa, u klub meni qo'shmadi. Shunaqa bo'lib ketdi, shu ham katta istoriya. Irqchilik emasmi? Bo'lishi mumkin. Men aniq bilmayman sababini, lekin balkim. Biz o'zimizni studentlar bilan gaplashdik. Ko'p studentlar, o'zbeklar ko'p, bolalar yaqin. Shunday. Juda qiziq istoriyalar aytib berishdi. Student life zerikarli emas ekan, olib qarasa. Ayniqsa kunduz kun issiq bo'lganda ko'pchilik xul yurganda, kechasi chiqsa odam ko'proq deb o'tdi. Birinchi kun kelganimizda shokka tushdi. Hech kim yo'q deyapmiz-da. Kechqurun chiqsa ko'proq odam уже. Yigit shoda tursa skучно emas, olib qarasa. O'zbeklar uchun har doim nimadir bor, temalar bor. Shunday. Раскрываем карты deydi. Uydagilar ko'rib qolsa bo'ldi. Hazil. Endi menda men unaqa go out, party yuradigan odam emasman, to'g'risi. O'rtalarga chiqib turamiz, mashina olib, mashina olganda obyektiv aytaman, mashina olganda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Ko'p faqat o'zbeklar emas, SNGlardan, xitoyliklar ham o'zi mashinasi urib oladi, SNGlar ham juda ham ko'p mashina urib oladi. Endi ehtiyot bo'lish kerak albatta. O'sha mashina bilan bog'liq bo'lgan voqea, Mercedes olganmiz. Endi Mercedes palon pul, endi oxirgi model ham emas. Endi bir olaylik endi dedik, studentingiz esimizdan chiqib qoldi. Studentingiz esimizdan chiqib qoldi. Hammaga pul tushgan. Ha, shunday. Oyi boshi dedi-yu. Mercedes olganimizda endi xullas nima bo'lgan, olib berishimiz bo'lgan qaytarib. Olib berishimiz kerak bo'lgan. Haydab keldi, javob berish kerak. Bir kun oldin Mercedes olishimizdan oldin endi bitta
istoriya eshitib qoldik. Bo'lmagan istoriya, biz endi ishondik. Bitta ish qilib olib bermagan, mashinani urib olgan, pulini to'lamagan odamga juda katta naказание berishgan ekan. Endi men nimaligini aytmayman. O'shandan keyin qo'rqib qoldik biz. O'shaning uchun yarim soat oldin olib beramiz. Shtraf bo'lmasin, hech qanaqa muammo bo'lmasin dedik-da. Keyin endi olib beramiz degan paytda mashinani parkovka qildik. Kaltini ballonni tepasiga qo'yib qo'ydik-da. Lekin bizani sherigimiz olib berish kerak bo'lgan. Biz u haqida aytgandik. Ballon tepasida kalit, esdan chiqmasin deganmiz. Endi bilsangiz, Mercedesda kalt alohida, anaqasi alohida, pult alohida. Kalt bilan qilib ketaversangiz bo'ladi. Faqat necha yuz metrdan keyin o'zi to'xtab qoladi avtomatik. Kalti narida bo'lgani uchun, juda uzoqda bo'lgani uchun. Endi bratan endi eshitmaganmi? Xayol boshida bo'lganmi? Ketib olgan, pultni bosib ketgan. Ketib olganda 200 metr emas, bir 5 km, 6 kilometrdan keyin mashina uchib qolgan. Chunki pultdan uzoq. Uchib qolgan. Endi bu yerda variant nima bo'lgan? Yoki kalitni tuzatish kerak bo'lgan yoki anaqani chaqirib, nima deydi, mashina olib ketadigan nima deylardi? Evakuator. Evakuator chaqirib olib berish kerak. Endi rasxod. Kalit sindirib qo'ygansiz, kalit alohida rasxod. Endi anu historik yotdi kallaga qo'rqib ketyapmiz. Men endi bir amallab o'sha kalitni o'zim tuzatganman, bilmayman qanaqa. Kalitni bosib ketgan. Ikki bo'linib ketmagan u. Anu chetidan ochilib ketgan xolos. Men uni endi qanaqa tuzatdim. Olib berganmiz, shtrafini to'laganmiz. Juda ham qo'rquv bo'lgan. Bir narsa qilishadi degan, Mercedes endi. Mercedes shu narsa qilishadi deb. Lekin ehtiyot bo'lish kerak ekan. O'shandan keyin hali bir marta mashina olmadik. Bo'ldimi undan keyin? Undan keyin bir marta oldik, u ham endi Honda oldik endi. Mercedesga boshqa qaytmadik, Mercedes boshqa qaytmadi. Ancha udobmi ekan. Frauda KLga aytishdi, KLga taksida borib kelardik. Mashina olish ancha udobmi. Shunday. Mashina endi olaman desangiz ham praviz bo'lgan yaxshi. Chunki agar ushlab olsa, yaxshi narsa emas. Barham endi ota-onangiz o'tganda juda ko'p talabalar pravasiz haydab yurar ekan, prava olish kerak. Olib kelinglar jo'latsinlar oldindan. Olib kelinglar. Da, unaqa qiyin bo'ladi. Hozir prava olish oson bo'lib qoldi, Toshkentda. Deb eshitdik, bilmadim. Endi fevraldan ekzamen topshirsa bo'ldi. Yaxshi. Shunaqa gaplar. Nimalar bilan shug'ullanasizlar o'zi mana studentlar tashqari mana o'qish bo'ladi. Tipичный kun o'qish, masalan, borib ovqat yeyiladi, o'qish, ovqat, biblioteka, dars qilish bo'ldi. Lekin hozir masalan biz ko'ryapmiz, atmosfera mana kech payt zo'r, kech payt chiroyli, juda kampus juda chiroyli, kech payt ham ovqat yeydiganlar, narxlar, xarajatlar. O'zimdan kelib chiqib gapirib beraman bo'lsam. Bu o'zingizdan kelib. Hamma xalqqa ketkazadi avvalambor. Nima deydi? Kimlardan so'raysizlar-ku, necha pul ketkazyapsiz? Endi maslahat sifatida kimdan baran so'raysizlar, chet elda necha pul ketkazyapsa, necha pul ketkazayotganiga shu yarim obda shuring. Bu ba'zan sal ko'pirtirib aytadi. Endi kim qanaqa ketkazadi? Men o'rtacha bir oyga $300 ketkazaman. $300. Zo'r yashayman. Prям komfortmi? Nичего себе не отказываю. Вообще нет. Endi KLga bir oyda bir marta chiqqanda endi shunaqa chiqqanda $300 ketsaman men. Ovqatingiz men uyda ovqat qilaman o'zim. Ko'chada ovqatlansangiz $400 ketsa kerak. Bu yerda ovqatlar qimmat emas. Ovqatlar shirindan ham emas. Ochiq agar hishimizga ketmagan bo'lsa, ovqatlar shirin emas Malayziyani. Menga misol yoqmadi. National Food'ni ko'rganmisiz Malayziyani? Offensive bo'lib ketmasin, mayli. Menga hech qil yoqmadi. Uyda ovqatlanganingiz, uyda ovqat qilganingiz ham foydali, ham tanish, ham arzon. Ham agar prime pitaniya bo'lsa juda masla. Chunki bu yerda tovuq, go'sht Toshkent bilan deyarli bir xil. $300 ketsaman, lekin bu yerda $1000 ketkazadiganlar ham bor. $600 ketkazadiganlar ham bor. $200 ketkazadiganlar ham bor, o'zimni o'rtoqlarim. Hamma har xil ketkazadi, hamma o'zidan kelib chiqib, lekin $300 ga bemalol, obyektivniy desa ham bo'ladi, bemalol Malayziyada student sifatida yashab o'qib yursangiz bo'ladi. Anaqada turganda, Dorumda turganda. Kvartirada emas. Kvartirada salqin o'tirib bir eshitdim, bir universitet boshqa yerda turishar ekan. Turishadi. Agar komfort, endi bu yerda misol uchun общежитиялari o'rtachadan sal baland. Biz endi bizani mebellarimiz yangi, bizda men qo'yganlar bilmadim, bizda yangi. Menga yoqadi. Shaxsan menga yoqadi. O'rtachadan baland. Elvayda bo'lgani uchun, Dida sal eskiroq. Eskiroq bo'lsa ham narxida sal farqi ham bor. Narxida farq ham bor deyapti. Boriga baraka. Bundan qarasa studentlar uchun mana shunaqa joyda, bitta joyda bo'lsa ham yaxshida ichida. Mazza exchange bo'lsa, cultural exchange avvalambor, fikrlar exchange, o'zaro darslar haqida ma'lumot exchange. Bu mazza. Film ko'rsangiz, misol uchun, bitta film ko'rsangiz, hamma bolalar yig'ilib exchange, yaxshi mazza. Mana shunaqa joylar ham bor. Studentlar
talabalar bilan qanaqa o'qiysizlar? O'zi mana bizdan gruppa bor. Bitta gruppada necha foizi chet elliklar, boshqa xitoyliklarmi asosan? Asosan xitoyliklar. Xitoyliklar. Malay xitoyliklar. Ularga xitoyliklar desangiz xab bo'lishadi. Chunki ular malay xitoyliklar. Offensive. Shu joyda sayqat bo'linglar. Malay xitoyliklarga qatnam ekanda, o'sha Xitoy o'zi Malayziyaning o'zi bor, keyin xitoyliklar bor, ozgincha induslar bor. Shunday. Sal anaqa natsionalistga qarab ham bo'lishar ekan, ko'pdan bir xillar. Malayziyada ko'p xitoyliklar, hindlar, pokistonliklar ko'proq. O'zlari xohlasa 50%, 60% bo'lishi mumkin. 80% emas, bizga o'xshab 95-90% emas. Burada hindlar, xitoyliklar ko'p. O'sha bu Xitoy universiteti bo'lgani uchun ham xitoyliklar bu yerda ko'p. Malay xitoyliklar ko'p. Malay xitoyliklar. Bitta ustozim bor edi, qiziq bo'lishi mumkin. O'zim blogimda aytib berganman. Doktor Agnes degan ustozim bor. Bo'lardi birinchi foundation birinchi semestrda. Men endi wow, juda ko'p ustozlarda o'qiganman demayman, lekin juda ko'p ustoz ko'rganman deb o'ylayman. Chunki ko'p maktab aralashtirganman, ko'p kurslar o'qiganman, ko'p ustoz ko'rganman. Eng zo'r ustozlardan bittasi deb spisimni qo'shib qo'ydim. Doktor Agnes. Ayol kishi, erkak kishi o'xshasa ham otlari. Doktor Agnes o'zlari faylasuf, lekin bizlardan EP dan dars berardi. EP bu effective presentation. EP dan dars berardilar. O'zimda E+ bo'lgani uchun EP dan men juda mazza qilib o'qiganman. O'zlari filosofiyani tugatganlar, masterda, o'zlari faylasuf. EP'da professional bo'lganlar uchun juda ham gaplashuvchan, juda ham nima deydi, gaplashingiz mazza qiladigan, fikrlashingiz mazza qiladigan ustoz. Biz endi boshida bu B1damiz hozir. Biz oldin A5 da o'qirdik, birinchi semestrda. Boshida ustozimni kechqurungacha qolib ketardilar. Ustoz anaqa tekshirganlar uchun men har doim kofe bilan pechene olardim-da, borardim oldilariga. Borardim-da, gaplashib o'tirardik. Mazza qilib, hozir endi ular yo'li, hozir dars beryaptilar, lekin biz ikkinchi semestr bo'lganimiz uchun hozir ustoz yo'li. Gaplashib o'tirardik, fikrlashardik, birga mashinada aylanib kelganmiz, birga o'yin o'ynaganmiz, ish qilib juda yaqin bo'lib ketganmiz, juda zo'r ustoz. Ular haqida video qilganman. Videoga qo'shib ketganman o'sha yerda, video haqida qilganda doktorda qoldirib qo'yamiz. Anaqa qoldirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Ha, o'sha doktor Agnes. Juda zo'r ustoz. Endi bu yerda ustozlar ko'p. Bitta ustoz haqida ham aytib ketaman, o'zicha chiqib ketdi. Bitta ustoz bor, Mr. Alex. Meni o'qitmaganlar, shunchaki tanishib qolganmiz ko'chada. Yale universitetini bitirganlar. Yale. Aytishlari bo'yicha men bilmadim. Aytishlari bo'yicha Oxfordda bakalavr bitirgan ekanlar, Yale magistraturasini bitirgan ekanlar. Princetonda dars berganman. Dilammi yoki Princeton bilan qanaqa aloqalar bor edi. Men eshitib, endi hayron qolmasangiz, iloji yo'q, bu yerda anaqada berar ekanlar. Digrilarga biznesdan dars berar ekanlar, lekin o'zlari science o'qigan ekanlar. Men sal shundan tushunmay qoldim. Science o'qigan ekan, lekin biznesdan dars berar ekanlar. Gaplashsangiz mazza qilgan ustoz, ular bilan ham mana shu anaqa meropриятиялар bo'lganda birga chaqirganmiz, gaplashganmiz, ko'rganmiz. Juda ham zo'r ustoz, gaplashingiz mazza qiladigan ustoz. O'sha Yale, Oxfordlarni bitirgan, juda zo'r ustoz. Mana shu ustozlar bo'yicha menda asosan. Chista уже men kelganingizda ham, muloqot qilganingizda, keyin o'zida ham dars berayotganda, leksiya tushuntirayotganda bilinadi. Farqi shunaqa yaxshi, high level professorlar farqi. Borini berib o'qitadigan ustozlar bo'ladi. Mana shunaqa ustoz haqida, doktor Agnes. Endi men Mr. Alexni qanaqa dars berishni bilmayman. Men foundationman, xudo xolasa nasib bo'lsa, digrida ko'rishamiz balki. Nasib. Agar digrida kelayotgan bo'lsa, balki o'sha ustoz bilan ko'risharsiz. Zo'r. Shunday. Menimcha hammaga misol bo'ladi. O'z bilan hamma har xil. Shunday. Hamma endi har xil o'shani aytaman-ku. Bu videoni ko'rib siz xulosa qilishingiz mumkin. Men maksimal obyektiv gapirishga harakat qildim. Lekin baribir ham o'zingizga iqtibos qilishingiz, o'zingiz haqida, o'zingizni relate qilishingiz juda muhim deb o'ylayman. Kimdir ko'rganda baribir ham boshqa universitetlar haqida ham. Umuman olganda. Malayziya haqida birinchi kelganimda-chi, aeroportdan chiqishim bilan havosiga e'tibor berganman-da, dim bo'lgan. Dim bo'lgan, voy deganman, qanaqa o'rganaman deganman. 2 soat o'rganib ketganman, lekin menga jana katta farq bo'lmagan. Endi men issig'i yomon ko'rgan odam emasman. Bu yerda meni fikrim bo'yicha ideal havo. Unaqa issiq emas, jana sovuq emas. Har doim mana o'rtacha ushlab turadigan havo. Nam, lekin kimdir nam yomon ko'rsa hamchalik uncha to'g'ri kelmas ekan, lekin menga yoqdi. O'zi o'rganib ketsa bo'ladi, o'ziga bog'liq, deb aytaman. O'rganib ketsa bo'ladi, o'zini anu qilmasa, ограничить qilmasa bemalol qilsa bo'ladi. Da, mana hozir ham masalan, na данный момент havo zo'r. Shabada-da, zo'r. Kunduz kuni правда ko'pchilik bo'lmas ekan, chunki issiq, quyosh urib turadi prям. Endi quyosh urganda ham primo urmaydi. Asosan blue
bulutli havo. Endi hozir dajli bo'lsa Yomg'ir ham ko'p bo'ladi. Yomg'ir ko'p bo'lar ekan, lekin hozir mana mazza qilib kech payt chiroyli, mana mazza o'tirganda mazza qilaman. Orqamda video man pirsalatib qolaman, boshqacha basseyn ko'rib turibman bu orqanglarda. Va ham ha, infrastruktura Unishyaptimi? Malayziyada. Freedom desam endi men endi lovi buzmaganman. Freedom desam bo'ladimi? Bilmadim. Menga bu yerda anaqa xlopushkalar bor-ku, bilasizmi? Salutlar. Legal. Lekin faqat safetyga rioya qilishingiz kerak o'zingiz uchun. Biz yaqinda qildik. Endi Toshkentda O'zbekistonda mumkin emas. O'shanga men Freedom deyman. Endi pirotexnika. Anu chiqib, misol uchun kimdir militsiya kelib oldingizga qani dokumentlaring demaydi. Bu ham Freedom desa bo'ladimi? Bo'ladi hamchalik. Ertaga misol uchun universitet ichida ham Freedom. Ana komendantskiy kechasi 11 da bo'lsa, hech kim 1 da 3 da yursangiz ham hech kim sizga bor do'rimga kir, uxla demaydi hech kim. Ko'p universitetda shunaqa. Lekin bu yerda unaqa emas. Xohlagancha yurasiz, xohlagancha anaqa qilasiz. Safety. Safetyda umuman meni fikrim bo'yicha muammo yo'q. Balki bizdan turgan joyimizgadir, balkim o'zi statistikaga qarasanglar ham Malayziya safe davlatlardan bittasi. Eng oldinda turadigan davlatdan. Safe davlatlardan bittasi, chunki o'g'rilik kam desa bo'ladi. O'g'rilik ham safety bo'yicha yaxshi deyman bemalol. Narxlar bo'yicha ham, produktlar narxi bo'yicha ham Toshkent bilan mana Toshkent bilan anaqa qilaveraman, chunki Toshkent bilan anaqa qiladi. O'zbekiston bilan deyarli bir xil. Sal qimmatroq. Bir xil narsa sal qimmatroq, bir xil narsa juda arzon. Fruktalar misol uchun. Fruktalar, o'g'ishlar juda arzon. Mazza qilib yashasa bo'ladigan davlatlar qatoriga kirsa bo'ladi. Da, men ham shuni hisoblayman o'zim. Mazza qilib yashasa bo'ladi. O'ziga отказ qilmasdan, yaxshi budjet bilan, shuni ana ko'p pul ketkazmasdan mazza qilib yashasa bo'ladi. Chunki boshda biz Amerikaga niyat qilganman dedingiz. Amerikaga juda ko'pchilik bor. Yaxshi pul topish mumkin, u anu maksimal siqib yurganda, o'zi. Men o'zim bilaman, tajribam bor, bo'lganman-da. Ko'p studentlar taniyman, ko'p tanishlarim bor. Vobshe boshqacha-da o'tdi. Bu bilan o'tdi ketkazgan puli bilan, da bu yerda masalan farqli qilsa mana ish bo'yicha. Ko'pchilik ish bo'yicha kelamadigandir. Ishlamaydi hech kim. Ishga chunki imkoniyati yo'q bu yerda. Ishlash qiyin. Ishlayman siz ham kopeykaga ishlaysiz. Noqasa не стоит того. Undan ko'ra nimadir hunar o'rganib, onlayn ish qilib, nimadir qilgan yaxshi. Uni o'rniga. Men o'z ko'pchilikka savjet beraman, konsultatsiya kelishganda, Malayziyaga ishlayman desa, сразу yo'q. Qanday ishni hozirdan onlayn ana qilib keting, hal qilib keting, чтобы o'sha yerda onlayn qilib balans qila olasiz. Yaxshi maslahat bergan. Или yo'q. Или не надейтесь. Shu uydagilardan uni qilishga kerak bo'ladi. Shu maslahat menga berishmagan ekanda. Ishlash qiyin ekan, ishlayman deb kelgan davlat emas menimcha. O'qiyman yoki dam olaman dish uchun keladigan davlatlar qatoriga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi spiskaga. Sama развитие qilish uchun hamma absolyutно sharoit bor. Hamma absolyutно. Ertalab turib, trenirovka uchun не то что ikkita zal bor, alohida kardio room, alohida gym. Shunday. Ham kardio room ham alohida. Men kardio room hech qayerda ko'rmadim masalan. O'zi даже zallarning hammasida ham yo'q, O'zbekiston o'zida. Basketbol, futbol, mini futbol, katta polo, hammasi, tennis, hamma narsa bor-da. Настольный tennis, katta tennis. Basseyn olimpiskiy. И реально zo'r, toza, состояние прям четкий. O'tgan safar kelgandan zo'r edi, hozir ham qarorim вообще mazza. Shunday. Bunaqa tekin-da, anaqa yo'q. Pulli emas-da. Pulli emas, endi klublar ham ko'p. Klublar ham ko'p. Уже klub уже o'zingizlarning intereslar bo'yicha. Ha, o'zining interessi bo'yicha. Klublar narxi juda ham arzon. Misol uchun yiliga 10 ringgit. Bittasini eshitdim. Qoyalari arzon bo'yicha 10 ringitingiz bu 30 ming so'm yiliga. Klub a'zosi bo'lish uchun. Ha. U endi nimaga pul berishingiz kerak? Chunki siz pul bergan joyingizga kelasiz-da. Aytib, nima deydi? Odam formalniy bo'lish kerak-da, formalniy, чтобы odamlar sal nominalni seriozroq tushunish uchun, jiddiy olish uchun. Men kelaman, kelmayman, bekorchi bo'lganda kelaman degan ma'noda bo'lmaslik uchun. Shunday. Menimcha. Zuhriddin, mazza qildingiz, zo'r muloqot bo'ldi. Mana mazza qildim. Sizga kattakon rahmat. Rahmat sizlarga kattakon. Vaqtingizni ajratganingizga, kelganingizga va omad tilaymiz o'qishda. Rahmat. Boshqalarga hammaga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Men ham shuni umidaman. Shuning uchun maksimal obyektiv gapirishga harakat qildim. Sizlarga yordam bo'ladi, salbidan shpargalka bo'ladi degan umiddaman. Zo'r, rahmat kattakon. O'qishlaringizga omad. Rahmat.